Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Hop, tepada rasm tashladim. Bunda uzumni postini archamasa, mana shunaqa haligi parazitlar deydimi, shunaqalar mayda o'rnashib uzumga ziyon keltiradi. Shuning uchun hop, uzumni postini archiladi. Archiladi yo archilmaydi degan joyda ham bo'ladi. Buni ozgina tushunchasini har kim har xil tushunadi. Uzumni postini archiladi qachonki erta bahor kun isiganda uzumni postini archib tashlanadi. Kuzga, qishga kelib sovuq bo'lganda yana o'ziga u post yig'adi, uni olib tashalmaydi. Qishi bilan o'zini posti bilan qoladi. Erta bahorda yana uzum postini shilib olib tashlanadi. O'shanda quyosh hamma tomoniga tushadi, ilojini boricha va bunaqa qurt-qumursqalar bu joyga uy qurib ola olmaydi. Ya'ni o'sha joyda yasha olmaydi. E'tiborchi rahmat. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Salomat bo'lasizlar.